Nega? Tinch yurgan bemorlarda oddiy tekshiruv vaqti yoki kuchli xuruj vaqtidagina kasallik aniqlanadi, lekin ba'zi bir bemorlarda esa yengil kechuvchi kasalliklar ham ba'zan og'ir tarzda kechishi mumkin. Bu nima bilan bog'liq? Har bitta organizmni sezuvchanlik bo'sag'asi bor. Sezuvchanlik bo'sag'asi bu individual narsa hisoblanadi. Ya'ni har bir organizmda o'ziga xos bo'lgan holat. Ba'zi bir bemorlar, ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek, oddiy, yengil kechuvchi, masalan, gastrit kasalligida yoki xolesistit kasalida juda kuchli, xuddi yaraga xos, yarani teshilishiga xos bo'lgan shikoyatlar bilan kelsa, ba'zi bir bemorlarimiz esa juda og'ir, qon ketayotgan vaqtlarda ham tik oyoqda normal suhbat olib boradi, faqat tekshiruv davomida mana shu kasallikka tashxis qo'yiladi. Mana shu narsa aynan yuqorida aytib o'tganimiz sezuvchanlik bo'sag'asi bilan bog'liq. Shuning uchun ham vrach qabuliga borgan vaqtingizda sizga tegishli tekshiruvlar ro'yxati yozilgan vaqtda sizga mana shu tekshiruvlardan birma-bir to'liq tarzda o'tishingizni tavsiya beramiz. Har bir vrach mana shu ko'ngilsiz holatlarni, noxush holatlarni oldini olishga harakat qiladi.